Mana endi 3-panjara to'siqlarimizni oldi tomonini laklanyapti. Mana bittasi bo'ldi, mana ikkinchisi ham bo'ldi. Oldi tomoni bo'ldi-da. Dilshod ham horma bormay ketdi. Qanday chiqyapti? Qassob. Bu oldi tomoniga, endi bunaqasiga ichki tomonni ham ag'darib bersak, mana uchinchisini o'rilyapti mana lak. Usta bor mehrini beryapti. Usta bor mehrini shu panjaralarga beryapti deyman. Quyoshda zo'r tovlanar ekan-da, mana rang qara. Mana shunday do'stlar. Xudo xolasa panjara to'siqlarimiz ham bitib qoldi. Bugun qursa, ertadan qotirib boshlaymiz joyiga. Usta ertaga joyiga qo'ysa bo'ladimi? Ertaga joyiga qo'ysa? Bo'lar ekan. Uchinchisini ham oldi tomonidan lak o'rilyapti. Lak. Hammasi avtomobilni kraska, avtomobilni lak, avtomobilni gruntovka original hammasi. Sifati yaxshi inshaalloh. Mana endi panjara to'siqlarimizni baya 3 donasini ko'cha tomonini, sirt tashqi tomonini qilgan edi lak. Endi mana ichki tomonni o'rayapti, masjid tomonni. Hali bular endi kelyapti navbat. Birinchisiga ana shunday baya tashqi tomonni o'radi, endi ichki tomonni o'rilyapti lak. Mana shunday bir inshaalloh bir sifatlik ko'p chiqadi deb. Voy, tutab ketdi.